Dadasi, birinchi muhabbatingiz ismi nima bo'lgan? Xo'p, endi 3 ta farzandimiz bor. Urushga ulamoqchimisan? Yo'q, nimaga urushga o'ylayman? Aytavering, qizg'anmayman, shunchaki qiziqdim. Lola bo'lgan. Bo'ldimi? Lolami? Aytdim-ku nimadir, boshiysan dedimki, qayerdan ham aytdimi? Yo'q. Dadasi, shu hovliga gul ekmoqchi edim, lola eksammikin a? Qayerdan ham aytdim? Aytdim-ku bir narsani, boshiysan dedim-ku. Voy, men to'g'ri ma'noda gapirdim. Bu yerda qurilish mollari-ku, bu yerda gul nima qiladi? Ha, bo'lmasa yuringchi, lola degan magazin bormikin? Sevmay o'la, aytmay o'la. Assalomu alaykum. Uyda ta'mirlashni boshlagandik. Qanaqa sifatli, hamyonbop kraskalaringiz bor? Hozirda do'konimizda chegirma ketyapti. Mana Qorasaroy kraskamizda chegirmaga tushgan. Buning narxi 100 ming so'm. Va undan tashqari mana Panda kraskamizda bor. Bu ham chegirma narxi 70 ming so'm. Va undan tashqari mana hitsiz bo'lgan ancha sifatli Alina kraskamizda bor. Buning narxi 70 ming so'mdan. Anaqa lola degan kraskangiz bormi? Yo'q, Lola degan kraskamizda yo'q. Bo'ldi, kesatavermaginda mana vodiy emulsiya olishimiz kerakmidi? Eng sifatlisi, chetdan import bo'ladiganlarning hammasi eng arzon narxda va chegirmada ekan. Ha, shuni lola degani yo'qmikan? Zaynab degani bor ekan, Zaynab. Zaynab nechinchisi? Aka, bu qanaqa apparat? Bu kalirovka apparatimiz. Bu kraska va emulsiyaga rang beradigan apparat. Bizning do'konimizdan xarid qilingan barcha turdagi kraska va emulsiyalarga 500 xildan oshiq ranglarni biz tekinga chiqarib beramiz. Chiroyli ranglar chiqarar ekan-a? Shuni lola rangli qilib bera olasizmi? Erimga shunaqa rang yoqadi. Otishtaja, hayvonlar! Otlaring! Manzilni yozib qo'y, esdan chiqmasin. Oltintepa 186. Mana monitori bor do'kon. Aha. Orientir mana shu. Ertaga yana kelaman-da men. Nimaga? Yangi qo'shni ko'chib kelgan, beva ayol ekan. Uyini ta'mirlab bering, savob bo'ladi. Ha, mabodo o'sha qo'shni ismi Lola emasmikan? Birinchi muhabbatingiz. O'shaligini qayerdan bilding? Ah?